Tungi namoz deganidan maqsad o'zingiz yolg'iz o'qiysiz, imkon bo'lsa, tahorat qilasiz, hech kim halol bermaydi. Ana o'sha joyda xohlagancha ruku qilasiz, xohlagancha sajda qilasiz. Shuni nomini tungi namoz deydi. Buni fazilatini bilib bizi ilmimiz yetmaydi tushuntirib o'rganlar. Ba'zi bir qismini tushuntirishimiz mumkin, fazilati o'ta ko'p buni. Misol Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadiki, hal min taibin fa aghfir lahu. Shu tunda aynan kelgan. Tunda tavba qiladigan bandam bormi? Men hamma gunohlarimni kechirib yuborsam deydi Alloh taolo. Duo qilib biror narsani so'raydigan bandam bormi? Men shu so'ragan narsalarni darrov hammasini bersam deydi. So'rash kerak bo'lsa Alloh taolodan so'rang degan hadis bor. Vaqti imkon bo'lsa tunda.